Так, keyingi savol. Uyingiz yo'kida domingiz qayerda joylashgan? Men sizlarga shunday javob beraman. Hamma joyda общежитие xonalar bir xil. Kimga realni qiziq bo'lsa, может, qaysidir realni qiynalib qolgan oilalar bor. Tam ona bilan bola qolib ketgan. Общежитие sal arzonroq. Oilaviy odamlar juda ham ko'p yashaydi. Примерно где-то $200. Средний, bu средний topsanglar agar $200 to'laysizlar. Ну, конечно же, kvartira qimmatroq, условияsi hammasi ichkarida. Вот, конечно же, bu yerda ham bor. Tualet vanna ichkarida, xonani ichida o'ziniki. U qimmatroq. A вот если tashqarida arzonroq. Ну, kvartiraga qaraganda общежитие xona, конечно же, arzonroq. Hozir kvartiralar 350-400 bo'lib yotibdi, где-то даже 500.